To'g'ri gap bor. Muammoni hal qilsang hal qil. Hal qila olmasang muammo emas, bu qismat ekan deydi. Ya'ni hal qilib bo'lmaydigan muammolar bor, ular qismat. Mana shu narsa bu qismat. Yoqimsiz ko'p narsalar, yoqimsiz, yoqmaydi. Misol uchun hattoki mana Cristiano Ronaldoni hammamiz taniymiz, dunyodagi eng kuchli futbolistlardan biri. Shu insonning ham podkastlarini ko'rsangiz, bu haqda ko'p gapiradi. Menga yoqmaydi sport zaliga borish har kun deydi. Of course not deydi. Ya'ni albatta yo'q, men robotman, jinniman. Men borishim sababi meni ishim bu. Men professionalman. Masala shunda, ya'ni yoqimsiz ishni yoki qilasiz, yoqtirmasdan yoki qilmaysiz. Bitta masala bor, o'sha yoqimsiz ishni bajarishni boshlaganingizda yoqimsizlik hissi pasayib qolishi mumkin. Bunaqa narsa bor. Bu urushga o'xshaydi. Urushayotganingizda, mana sportivniy poyedinlikda jangdan oldin hayajon bo'ladi. Jang paytida hech narsa bo'lmaydi. Na og'riq sezasiz, na qo'rquv sezasiz, prosta urush bo'layotgan bo'ladi. Undan oldin qo'rqinchlik xolos. Bu yerda ham shunaqa harakatdan oldin miyangiz oshiradi qo'rquvi. Boshlangandan keyin yoqimsiz bo'lishi mumkin, lekin baribir boshida tuyulganchalik emas. Mana shu masala bor. Lekin bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Yoqimsiz ishni qilishga majbursiz. Xohlang, xohlamang.